Rasman Urganch aeroporti kengayadi. Umuman Xorazmda yangi davr. Urganch xalqaro aeroporti 264 million dollarga yangilanadi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Xorazm viloyatiga tashrifi davomida ushbu qayta qurish va kengaytirish ishlari bilan shaxsan tanishdi. Aeroport rekonstruksiyadan so'ng Boeing 747 va Airbus A350 kabi eng yirik havo kemalarini bemalol qabul qila oladi. Yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish quvvati amaldagi soatiga 300 nafardan 1300 nafargacha yetkaziladi. 264 million dollar bu kichkina pul emas, to'g'ri, lekin arxitekturaga ajratilayotgan ushbu katta summalar o'zini oqlaydimi yo'qmi? Menimcha ha, oqlaydi deb o'ylayman, chunki rivojlangan davlatlarning infratuzilmasiga e'tibor bersangiz, arxitektura boshqacha gapiradi. Aynan arxitektura kecha, bugun va kelajak. Fikrlaringizni izohlarda yozib keting. Yangi xizmat ko'rsatish va biznes lounjlardan tortib tijorat zonalari, rasmiy delegatsiyalar uchun alohida yangi terminallar quriladi. Loyiha 2027-yil yakunida topshiriladi. Ushbu aeroport nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyodagi eng yirik aeroportlardan biri bo'ladi. Aynan aeroport turizm rivojlanishining eng asosiy o'zagi. Sahifaga obuna bo'ling, yangi O'zbekiston arxitekturasi haqida gaplashamiz.